Xo'p, barchaga salom. Bugun AIDX jamoasi bilan yana bir bor battle o'ynashga qaror qildik. Bugungi battleimiz yana ham boshqacharoq bo'ladi. Bugun battleimizda HTML, CSS va JavaScript bo'yicha savollar bo'ladi. Ya'ni ikkita o'quvchi bo'ladi. Ikkita o'quvchi o'rtasida, ya'ni kim birinchi topish bo'yicha, ya'ni mana bu bizda knopka turib ko'rib turgan bo'lsak, qo'ng'iroq. Birinchi agar savolni kim birinchi topib, agar knopkani bosib javob bersa, demak, bir ochkodan yig'ib ketadi. Musobaqa jarayonini bemalol ko'rsanglar mumkin. HTML nima va uning asosiy vazifasi nima? HTML bu dasturlash tili hisoblanadi va uning asosiy vazifasi bu veb sahifa yaratish. HTML da to'liq ma'nosi. Hypertext Markup Language. HTML da ro'yxatga tushadigan taglar. UL, li, HTML da sarlavha taglari nechta? 6 ta H1 dan H6 gacha. CSS da selektorlar nechta? 4 ta ID, tag, yulduzcha, class. To'g'rimi? Ham ishlamayapti. To'g'risi bor. savolni tushunmagunimcha siz bosasiz. CSS to'liq ma'nosi. Cascading style sheet. Atribut nima? Bu tagga uskarit qilib beradi, ya'ni o'sha misol uchun H1 tagini anaqa imkoniyatini oshirib beradi. Border bilan border yaratish farqi bor. Border bu elementni tashqarisida chiziq chizadi. Border radius elementni atrofidagi o'sha chiziqlarni yumaloqlashtiradi. Doira shakliga keltiradi. Yumaloqlash. Nima? Shunaqa.